Do'stlar, yaqinlar, bugun sizlar bilan juda ham foydali va mazali bo'lgan oshqovoqlardan montalar tayyorlaymiz. Ishimizni birinchi oshqovoqni tozalab, yaxshilab qirg'ichdan chiqarib olishdan boshlaymiz. Qirg'ichdan chiqarilgan oshqovog'imizga piyozlarni mayda shaklda to'g'rab qo'shib yuboramiz va shakar, ta'bga ko'ra tuz qo'shamiz va yog' qo'shib yaxshilab aralashtiramiz. Xamirimizni sho'rva usuliga qattiq qilib xamir qilib olamiz. Tayyor xamirimizni mana dumaloq qilib jildlarimizni ochishni boshlaymiz. Jildimiz ochilib bo'lgandan so'ng unlarini yaxshilab olib tashlaymiz. Montimiz chegiga yetganda ochilib ketmasligi uchun. Va mont qozon tagiga yaxshilab suv to'ldirib gazga qo'yamiz. Mont qozonimizni pallalarini yaxshilab yog'lab olamiz va mana montlarni chigishni boshlaymiz. Chigilib bo'lgan montlarimizni yaxshilab pallalariga terib, qaynab chiqqan suvimizga tuz qo'shib yuboramiz. Mont qozonimiz qopqog'ini yopib 25 daqiqaga pishirishga qo'yamiz. Mana do'stlar, montalarimiz ham tayyor bo'ldi. Videoga like bosish albatta esingizdan chiqmasin. Mana montalarimizni yorib ko'ramiz. O'zingizlar baho berasizlar qanaqa chiqdi. Suvlarning oqishini qaranglar. Endi ta'mini ko'ramiz. Bunaqasi bo'lmagan, juda ham zo'r. Albatta sizlar ham tayyorlab ko'ringlar.